Bugun sizlarga yana bir eksperiment ko'rsatib beraman. Bilasiz, kuchli antioksidant H5 nima bu? Tasavvur qiling, organizmda oddiy zelekonni olib, toksin deb hisoblaymiz. Organizmda havo orqali, oziq-ovqat orqali juda ko'p erkin radikallar paydo bo'ladi. Erkin radikallarni antioksidant zararsizlantiruvchi, ya'ni neytral holatga keltiruvchi modda hisoblanadi. Bu yillar davomida yig'iladi, lekin biz e'tibor bermaymiz. Erkin radikallar tug'ilganda esa organizmda hujayraga zarar keltirib, turli xil kasalliklar keltirib chiqarish, shu jumladan onkologik kasalliklarni keltirib chiqaradi. Bu H5 antioksidant bo'lib, erkin radikallarni organizmdan chiqarib, immunitetni ko'tarib beradi. Qarish prosesini jarayoni oldini oladi. Energiya beradi, charchoq, stressni oldini oladi. Va albatta, qonni mощный suyultirish hisobiga ozgina suv qo'shamiz, jarayon prosesni tezlashtirish uchun. Bilasiz, modda almashuvda suv обязательно kerak. Bu prosesni esa mana sekin asta energiya berib, insondagi virus, infeksiya, davleniya hamma prosesni oldini oladi.